Assalomu alaykum, hurmatli Kecha Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga shaharda qoq markazi Kunchiqardan Hoziguzar mahalla uyimizda hozir obzorni ko'rsatamiz. Ko'chadan to'g'ri kirib kelinadi. Bular eski mahallalar. Uyda bir qismi ancha oldin qurilgan, mana yerga polni g'isht terilgan, kanalizatsiya bor. Kanalizatsiyani o'tkazishga hozir tayyorgarlik qilishgan. Bu darvozaxona. Polni tepa monolit qilingan. Bu tomon ham, u tomon ham 2 etajli uy. Kirishdan mana bu tomonga uy, mana to'g'riga uy. Общий 3.6 sotix. Bu tomon hammom, tualet, hammom oxirigacha qilinmagan, devorlari shuvog'i bilan turibdi. Tualet, yer tualet. Bu tomonga o'choqxonasi bor. Mana bu tomonga oshxona qilingan, tagi mana beton qilingan, tepasi ham monolit. Oshxona, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoit bor. Mana bu tomon yashash uyi. Normal remont qilingan, salqin, tagi pol, DSPdan pol qilingan. Mana bunaqa batareya qilingan, zo'r isitadi bular. Yog'och eshik derazalar. Isishi, hozirgi kunga salqinligi hammasi yaxshi. Mana hovli 3.6 sotix. Bu tomon ham tagi birinchi etaj podvalli помещение, tepasi 2 ta xonasi bor. Tom shifer tunka bilan yopilgan. Mana bu tomon yangiroq, bu tomonga nisbatan. Hozir ichini ko'rsataman. Mana bu tomonga 2 ta xona plus mana ayvon. Oldi polni terraska qilingan, tagi pol qilingan. Mana bu xona spalnya. Patologlar qilingan. Oldinroq qilingan. Mana batareyalar ham o'sha qo'llan trubadan qilingan, lekin zo'r isitadi bular. Mana patologlar qilingan. Mana yana bitta xona, devorda shkaf qilingan. Lekin uyda batareyalar zo'r qilingan ekan. Polni devorni aylantirib qilingan. Isishi zo'r bo'ladi. Remont ancha oldinroq qilingan. Holati yaxshi uyda. Ko'chaga qaragan bu derazasi. Mana bu ayvon. Polni oldi terraska qilingan. Yerga polni g'isht terilgan. Polni hovlini hamma joy, ozgina joylar monolit qilingan. Mana bu tomonga yana tepaga 2 ta xona bor. Pastdagi podvalni помещение qilingan. Bu tomon ancha oldin qurilgan, mana yog'ochlar qo'yilgan. Tagi mana polni g'isht terilgan. Tamam, mana bunaqa tagi yer. Polni sklad, podval hisobida turibdi. Bu tomon yog'ochlar ko'ryapsizlar, ancha oldingi yog'ochlar bular. Mana
bu tomondan ko'rinishi uyda. Mana bu eski to'qchalik stil. Ikkita xona, tagi pol qilingan. Mana bunaqa to'qchalar qilingan. Qalamadan qilingan ekan aytishdi hozir. Shaharda qoq markazi, hamma sharoit mavjud. Telefon qilinglar, gaplashamiz. 40 ming narx qo'yildi. Kelishiladigan joyi bor. U yoqtarganlarga tanish bilishlar tashlab qo'yinglar. Podpisatsiya qilib, like bosib, u videolarni yoqib qo'ysanglar, kelib turgan yangi variantlar hammasi chiqaveradi. Telefon qilsanglar gaplashamiz.